Mana sizlarga qiziq holat haqida aytib bermoqchiman. Bemorda yuzini teng yarmida og'riq bo'lgan, tok uruvchi xarakterli og'riq bo'lgan. Bu shikoyat bemorda 2 yil mobaynida bezovta qilib kelgan. Lekin hech kim MRT tekshiruv qilmagan. Ko'p joylarda davolanganlar, ko'p joylarga borganlar. Mana MRT tekshiruv o'tkazganimizdan so'ng mana bemorda mostimajechkoviy joyda kista aniqlandi. Xo'p, mana bu kismada. Xo'p, bu endi ayni 5-chuv nerv chiqadigan joyda kompressiya bosim berib turibdi. Shu mana bitta tekshiruv bilan davo taktikasi o'zgarib ketyapti. Sababi boshqa bo'lib chiqyapti. 3 shoxli nerv nevralgiyasida davo chorasi boshqacha bo'ladi. Bu kasallikda esa davo chorasi boshqacha bo'ladi. Bu onkologiya emas, bu kista, bu tug'ma bo'ladi. Ko'pincha aksariyat odamlarda keyinchalik vaqt o'tishi bilan kattalashib, shunaqa shikoyatlar, shunaqa holatlarga olib keladi. Xo'p, shunday ekan har bir bemorda chuqur tekshiruv o'tkazishimiz kerak va bemorlar ham buni to'g'ri tushunishi kerak. Faqat shifokor bemorga tekshiruv aytsa, bemor ustidan pul qilmoqchi degan xayol o'tolmasin sizlardan. Bu tekshiruvlar mana davolash taktikasini va davolash yo'lini juda ham o'zgartirib yuboradi, qisqa qiladi. Bu tekshiruvlar shu uchun kerak bizga.